Kelaysdan birinchi liniyadan olib keladi sizlarga 11 sotuvlik joyimiz. Xohlasanglar bo'lib ham 6 sotig'ini sotib olsangiz bo'ladi. Fasad razmerlari juda ham katta bo'lsa, yo'lni yuzida bo'lsa sizlarga, bu yoq tarafimizda zaxvati bo'lsa, ariqlaridan suvlarimiz oqib turadigan bo'lsa, zilonda zonalarni ko'rib qo'yinglar, kerak. Bu yoqga nijilo qilaman desanglar ham zo'r variantda bo'ladi. Manzilimizda kelay sanatoriy ko'chada 11 sotuvlik joyimizni sotuvga chiqyapti. Kelar 29 ga 45 fasadli o'zingizlar bitta ko'ringlar. Juda ham zo'r variantda tushgan. Hamma shart-sharoitlari bor. Gaz, suv, svetdan umuman muammosiz. Kelar 7 ta xona bemalol kelib yashab tursanglar ham bo'ladi. Ko'rib o'tishinglar mumkin. Kelar xonalarimizdan remont o'rtancha variantda. Bu tarafimizdan chorvachilik qilaman desanglar ham zo'r bo'ladi. Kelar hamma qulayliklari bor. Kelar bir sotig'ini sizlarga $18,000 dan berib yuboramiz. Pastda egalar nomerini qoldiraman, o'zingizlar bog'lanib batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi. Hamma qulayliklari bor kelar. 29 ga bu yoq tarafimizda 45 yo 44 bo'ladi. Bu yog'imizga kelar 3 metrga raznicasi bilan bo'ladi. Hamma qulayliklari bor kelar. Bu imkoniyatni umuman qo'ldan boy bermaydi. Sizlarga bo'lib ham sotamiz. 6 sotig'ini отдельно qilib, maydaroq kattaroq joy olaman degan okalarga bu videoni tezda jo'natib qo'yamiz.